Ben qaytib keldim. Güzel Nur. Güzel Nur, ben qaytib keldim. Ümit, sizga telefon qilsam telefoningiz taqaq ekan. Men opamning yoniga ketdim. Agar baldur kelib qolsangiz, cho'ng uyga borasiz. Apam qachonlik qarasa apam o'ziga. Komandorubkadan yerib içib kelgan Ümit ayolining uyda yo'qligini ko'rib qattiq achchig'landi. U boshqalar to'g'riliq odamning ishongiz kelmaydigan gaplarini anglag'achqa Güzel Nur rastla opisining uyiga ketganmidi yoki shundoq deb qo'yib boshqa yerga ketganmidi degan chigish xiyollar bilan Güzel Nurning kelishini kutdi. Vaqt asta o'tmoqda. Lekin Güzel Nur hozirgacha qaytib kelmadi. Ümitning o'ylaganlari to'g'rimidi? Keldingizmi? He. Qaytib keldim. Çamdanni bu yerga qo'yib qo'yibsiz-ku? Yo'lda japa tatdingiz-ku deyman. Yo'lda japa tatmadim. Japani uyga kelib tatyapman. Sen o'ltirib turing, hozir tamoq qilayjimi? Güzel Nur balam, salamet öyge berip aldınız mı? Bugün kir juyup, tamak itip, öy tazlap, canım balam, bek japat tattınız. Kızım boğası mı, sizcilik kıla boğ itti canım balam. Sizge köptün köp rahmet kızım. Apa, ben Ümitcan. Qaytib keldim. Ümitcan balam, qaytip kelgenmedin. Yakındım buyan, bek aldıraş bop getip barsan balam. Hükümet hizmet emas mı? Bopta balam. Lekin salametlikinge köprek dikkat kıl. Güzel Nur kızım senin yo'qliqingni çandırmay, kündü meni yo'qlab turvatıdı. Sen bilen telefonda bosma sözleşip tursun deb, bana deha telefonma ekepti. Qara, kızım Güzel Nur ekegen telefonda senin bilen sözleşipatman. Meni 7-nji ayda sayohat qildirmoqchi bo'lib, sayligah sayohatchilikka tizimlitib qo'yibsizlar. Rahmat jinim balam. Ümitcan balam, seningdan xo'shib ketay. Güzel Nurning ko'ngliga hargiz asar berma. Shunday qilaman. Xotirjam bo'ling, apa. Apa, ertadan boshlab 3 kun dam olmoqchi edim. Sizni shahar sirtiga olib chiqib aylantirib kelay. Rahmat jinim balam. Demisimi uchimiz bir yerga bormog'ili uzun bo'lib ketdi. Güzel Nur qizim dam olamdi. Shunday, u dam oladi. Ma'qul balam, amsa at ko'rishaylik. Amsa atadigan sizni og'ilib boramiz. Ma'qul balam.
Çamdan ekirib etay ya. Güzel Nur. Hı? Bo'ldi, o'zim ekirib etay. Hmm. Çay damlab qo'ygandim. Bildi. Buni sizga ag'ish keldi. Avvar o'psiz. Rahmat sizga. Haras. Atatigan opamni elib shahar sirtini aylantirib kelmoqchi. Dadingiz opangizga xabar qilib qo'ying. Dadingiz, opingiz? Kechiring. Dadam opamga xabar qilib qo'yay. Ma'qul.